Auto Insight kanaliga yana xush kelibsiz. Bugun siz bilan zamonaviy ruhda qayta yaratilgan, kutilmagan tarzda bozorga qaytgan kompakt sedan haqida gaplashamiz. Bu 2026 Chevrolet Cobalt. Chevrolet yangi Cobaltni butunlay qayta dizayn qilib, yanada o'tkir va premium ko'rinishga ega qildi. Old qismda ingichka LED faralar, kengaytirilgan radiator panjarasi va silliq bamper chiziqlari avtomobilga sportcha, ammo nafis ko'rinish beradi. Yon tomonda aerodinamikani yaxshilaydigan yumaloq chiziqlar, orqa qismda esa yangilangan LED chiroqlar Cobaltga haqiqiy zamonaviy ko'rinish beradi. Salonga kelsak, Chevrolet bu safar yanada premium tajribaga katta e'tibor qaratdi. Yumshoq materiallar, toza dizayndagi panel va 10 dyumli osiluvchi infotainment ekran avtomobilni 2026-yil standartlariga moslashtiradi. Apple CarPlay, Android Auto, simsiz ulanish, to'liq raqamli panel, ularning barchasi Cobaltni texnologik jihatdan ilg'or qiladi. Ayniqsa, arqa yo'lovchilar uchun oyoq joyi va o'rindiq qulayligi yanada yaxshilangan. Kapot ostida 2026 Cobalt taxminan 150 ot kuchi ishlab chiqaradigan 1.3 litrli turbo motor bilan chiqishi kutilmoqda. Bu dvigatel tejamkorlik va ishlash o'rtasida mukammal muvozanatni ta'minlashga mo'ljallangan. 6 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi yoki zamonaviy CVT bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Yaxshilangan osma tizimi shahar ichida silliq harakat va trassada barqarorlikni ta'minlaydi. Xavfsizlik yangi Cobaltning eng kuchli tomonlaridan biri. Endi unda 6 ta havo yostig'i, yo'l bo'yi yordam tizimi, ko'r joyni kuzatish, 360 gradus kamera va avtonom favqulodda tormozlash mavjud. Chevrolet kuzov mustahkamligini ham oshirib, to'qnashim himoyasini yaxshilagan. 2026 Chevrolet Cobalt asosiy e'tiborni ishonchli, zamonaviy va tejamkor sedan izlayotgan, lekin premium segment narxlariga chiqishni istamaydigan xaridorlarga qaratadi. Yangi dizayn, yangilangan texnologiyalar, yaxshilangan dinamikasi va kuchaytirilgan xavfsizlik uni Hyundai Accent, Toyota Yaris va Honda City kabi raqiblarga kuchli raqib qiladi. Agar Chevrolet narxni to'g'ri belgilasa, Cobalt kompakt sedan segmentida eng kuchli qaytishlardan biriga aylanishi mumkin. Bugungi 2026 Chevrolet Cobalt haqidagi qisqa sharhimiz shulardan iborat. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling va Auto Insight kanalidagi eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang.